Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga shunchalik muhim ma'lumotni yetkazamanki, bu har biringizga taalluqli bo'lishi mumkin. Ayniqsa agar siz yoki yaqinlaringiz 7 yoshdan oshgan bo'lsangiz. Bilaman, pensiya jamg'armasi ba'zan ayrim imkoniyatlar haqida bizga to'liq ma'lumot bermasligi mumkin. Shuning uchun bugun men sizga o'sha katta summa haqida gapiraman. Ya'ni 7 yoshdan oshgan pensionerlarga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan 3 ta qo'shimcha to'lov haqida. Bu ma'lumot hayotingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki har bir qism muhim. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosing. Muammoning mohiyati yillar o'tib pensiya tizimida ko'plab o'zgarishlar yuz berdi. Ilgari ko'plab qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar deyarli avtomatik ravishda tayinlangan yoki ularni olish ancha sodda jarayon bo'lgan. Odamlar ko'pincha ularning huquqlari va imkoniyatlari haqida to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy ta'minot xizmatlaridan bilib olishgan. Bugungi kunda esa tizim murakkablashgan. Hukumat ijtimoiy ta'minotga katta e'tibor qaratayotgan bo'lsa-da, ba'zi bir qo'shimcha to'lovlar borki, ularni olish uchun pensionerning o'zi faollik ko'rsatishi, ma'lum hujjatlarni to'plashi va hatto o'z huquqlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishi talab etiladi. Pensiya jamg'armasi xodimlari barcha imtiyozlar haqida har bir pensionerga individual ravishda xabar berishga majbur emas. Ularning ishi umumiy qoidalarga asosan pensiyani hisoblash va tayinlashdir. Natijada ko'plab pensionerlar, ayniqsa yosh kattalar, o'zlariga tegishli bo'lgan katta miqdordagi pullardan bexabar qolishmoqda. Ularning bilmasligi, byurokratik jarayonlarning murakkabligi va ma'lumot yetishmasligidan kelib chiqadi. Bu esa moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan imkoniyatlarni qo'ldan boy berishlariga sabab bo'ladi. Bu holat ayniqsa 7 yoshdan oshgan shaxslar uchun og'riqli. Chunki ularning sog'lig'i va kuch-quvvati doimiy ravishda davlat idoralariga borib kelishga imkon bermasligi mumkin. Birinchi asosiy qism batafsil tahlil bugun men sizga pensiya jamg'armasi sizga o'zi aytmasligi mumkin bo'lgan 3 ta muhim qo'shimcha to'lov haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu to'lovlar shart-sharoitlarga qarab pensiyangizga sezilarli miqdorda mablag' qo'shishi mumkin. Keling, har birini alohida ko'rib chiqaylik. Birinchi qo'shimcha to'lov qaramog'idagi shaxs itnofa bo'lgan pensionerlar uchun nafaqa. Bu nafaqa turi ba'zi sabablarga ko'ra ko'pchilik pensionerlar e'tiboridan chetda qoladi. Asosan bu nafaqa pensionerning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lsa tayinlanadi. Bunday shaxs ko'pincha voyaga yetmagan bola, nogironligi bor oila a'zosi yoki boshqa mehnatga layoqatsiz qarindosh bo'lishi mumkin. Bu to'lovning maqsadi pensionerga oilaning og'irini yengillatishda yordam berish. Chunki qaramog'idagi shaxsni boqish qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi. Kimga tegishli va kimga tegishli emas? Bu nafaqa 7 yoshdan oshgan, rasman qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lgan pensionerlarga tegishli. Mehnatga layoqatsiz shaxs deganda asosan 12 yoshga to'lmagan bolalar, talabalar kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan bo'lsa 23 yoshgacha yoki guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, shuningdek pensiya yoshiga yetgan va o'z-o'zini ta'minlay olmaydigan qarindoshlar nazarda tutiladi. Muhimi, qaramog'idagi shaxsning o'ziga mustaqil daromadi bo'lmasligi kerak. Agar qaramog'idagi shaxsning rasmiy daromadi, masalan, ish haqi yoki o'ziga tegishli pensiyasi bo'lsa, bu nafaqa tayinlanmasligi mumkin. Shuningdek, agar pensionerning qaramog'idagi shaxsi rasman boshqa shaxsning qaramog'ida bo'lsa yoki unga boshqa manbalardan moddiy yordam ko'rsatilsa, bu holatda ham nafaqa berilmaydi. Real hayotdan misollar, misol 1. Oysha buvi 70 yoshda. Uning qaramog'ida 10 yoshli nabirasi bor. Chunki nabirasining ota-onasi baxt hodisasida vafot etgan. Oysha buvi nabirasining rasmiy vasiysi hisoblanadi va nabirasi uchun hech qanday boshqa daromad manbai yo'q. Oysha buvi pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, nabirasini qaramog'idagi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazadi. Natijada uning har oylik pensiyasiga qaramog'idagi shaxs uchun belgilangan qo'shimcha to'lov qo'shiladi. Aytaylik, bu qo'shimcha to'lov har bir qaramog'idagi shaxs uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10% tashkil etadi. Bu esa uning jam pensiyasiga taxminan qo'shimcha mablag' degani. Raqamlar shartli, ammo mazmunini tushunish uchun berilgan. Misol 2. Ahmad Bobo 8 yoshda. Uning qaramog'ida 20 yoshli o'g'li bor. O'g'li nogiron bo'lib, mustaqil ishlashga qodir emas. O'g'lining ham rasmiy daromadi yo'q. Ahmad Bobo o'g'lini qaramog'idagi shaxs sifatida rasmiylashtiradi va
har oy pensiyasiga qo'shimcha mablag' oladi. Bu mablag' uning o'g'lining tibbiy xarajatlari va kundalik ehtiyojlarini qoplashda katta yordam beradi. Bu nafaqaning sababi davlatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni, ayniqsa bolalar va nogironligi bor shaxslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatidir. Effekti shundaki, bu pensionerlarning moliyaviy yukini kamaytiradi va ularning qaramog'idagi shaxslarga munosib hayot kechirishlari uchun sharoit yaratadi. Ikkinchi qo'shimcha to'lov, yakka yolg'iz pensionerlarga va ularga qaraydigan shaxslarga to'lovlar. Parvarishlash nafaqasi. Bu turdagi nafaqa ayniqsa yetim yoshdan oshgan, yakka yolg'iz yashaydigan va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishda qiynalayotgan pensionerlar uchun juda muhimdir. Ba'zi mamlakatlarda bu to'lovni pensionerning o'zi oladi, ba'zilarida esa unga qaraydigan shaxs. O'zbekiston amaliyotida ko'pincha yakka yolg'iz parvarishga muhtoj pensionerlar uchun davlat ijtimoiy xizmatlar ko'rsatadi yoki ularga yordam beruvchi shaxs uchun kompensatsiya to'lanishi mumkin. Kimga tegishli va kimga tegishli emas? Bu to'lov birinchi navbatda yakka yolg'iz yashovchi va doimiy tashqi parvarishga muhtoj bo'lgan yetim yoshdan oshgan pensionerlarga tegishli. Ya'ni ularning oila a'zolari, farzandlari, turmush o'rtoqlari, ota-onalari bo'lmasligi yoki ular tomonidan doimiy yordam olish imkoniyati cheklangan bo'lishi kerak. Shuningdek, ushbu pensionerlarning sog'lig'i ahvoli ularga o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishga imkon bermasligi, masalan, yuvinish, ovqatlanish, kiyinish, uy ishlarini qilish kabi kundalik ehtiyojlarda yordamga muhtoj bo'lishlari talab etiladi. Bu holat tibbiy xulosa bilan tasdiqlanishi shart. Agar pensioner o'z oilasi bilan yashasa va oila a'zolari unga g'amxo'rlik qilishga qodir bo'lsa, bu nafaqa unga tegishli bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, pensioner davlat tomonidan ta'minlanadigan qariyalar uyida yoki shunga o'xshash muassasalarda yashasa, bu nafaqa ham odatda berilmaydi. Chunki parvarish allaqachon ta'minlangan hisoblanadi. Real hayotdan misollar. Misol Dilbar xola, 22 yoshda. Uning turmush o'rtog'i vafot etgan, farzandlari yo'q. U o'z yolg'iz yashaydi va so'nggi yillarda sog'lig'i yomonlashgani sababli, ayniqsa oyog'i og'rigani tufayli harakatlanishda va kundalik ishlarni bajarishda juda qiynaladi. U doimiy ravishda kimningdir yordamiga muhtoj. Dilbar xola mahalla fuqarolar yig'iniga va pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Tibbiy komissiya uning parvarishga muhtojligini tasdiqlaydi. Natijada unga parvarishlash nafaqasi tayinlanadi. Bu nafaqa ba'zan Dilbar xolaga qaraydigan shaxsga, masalan, yordamchi bo'lib ishga olingan qo'shni ayolga to'lanadi. Ba'zan esa bevosita Dilbar xolaning pensiyasiga qo'shimcha tarzda berilib, u bu pullardan o'ziga g'amxo'rlik qiluvchi shaxsni yo'llash uchun foydalanadi. Bu qo'shimcha to'lov bazaviy pensiyaning irim-badindan ehirmaqagacha bo'lishi mumkin. Bu esa Dilbar xola uchun har oyda taxminan 600 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha qo'shimcha daromad demakdir. Misol 2. Mansur aka 78 yoshda. Uning farzandlari chet elda ishlaydi va unga qaray olmadi. Mansur aka insultdan keyin nogiron bo'lib qolgan va o'z-o'ziga to'liq xizmat ko'rsata olmaydi. Uning o'ziga qaraydigan yaqin qarindoshi yo'q. Mahalla va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish markazlari uning ahvolini o'rganib chiqqach, unga g'amxo'rlik qiluvchi shaxsni topishga yordam beradi va bu g'amxo'rlik uchun to'lovlarni amalga oshiradi. Bu to'lovlar Mansur akaning kundalik ehtiyojlarini qondirishga, uyini tozalashga, ovqat pishirishga va shifokorga borishga yordam beradi. Bu nafaqaning paydo bo'lish sababi jamiyatning eng zaif qatlamlarini, ya'ni yakka yolg'iz qariyalarni himoya qilishdir. Davlat o'zining ijtimoiy siyosatida bunday insonlarni o'z holiga tashlab qo'ymaslikka intiladi. Bu nafaqa ularning yashash sharoitini yaxshilaydi, ularga g'amxo'rlik ko'rsatishni ta'minlaydi va ularning ijtimoiy izolyatsiyasini kamaytiradi. Uchinchi qo'shimcha to'lov. Uy-joy, kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya, imtiyozlar. Bu to'lov ba'zi holatlarda pensiya jamg'armasi orqali emas, balki boshqa ijtimoiy xizmatlar idoralari orqali amalga oshirilishi mumkin. Ammo u pensiyaga qo'shimcha tarzda moliyaviy yordamni anglatadi. Asosan bu yordam uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lanadigan to'lovlarning bir qismini qoplashga qaratilgan. Bu ayniqsa kam ta'minlangan va pensionerlar uchun juda muhimdir. Chunki kommunal to'lovlar oila byudjetining sezilarli qismini tashkil qilishi mumkin. Kimga tegishli va kimga tegishli emas? Bu kompensatsiya kam ta'minlangan oilalarda yashovchi va 7000 yoshdan oshgan pensionerlarga tegishli bo'lishi mumkin. Ya'ni ularning jami oilaviy daromadi belgilangan eng kam daromad chegarasidan past bo'lishi kerak. Shuningdek, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari
Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslar kabi ayrim toifadagi fuqarolar uchun ham ushbu turdagi imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Ularning yoshi va moliyaviy ahvolidan qat'iy nazar. Agar pensionerning daromadi yetarli bo'lsa yoki u kam ta'minlangan toifaga kirmasa yoki uning nomida boshqa yirik mol-mulk bo'lsa, bu kompensatsiya unga berilmasligi mumkin. Bu imtiyozlar ko'pincha qat'iy davlat mezonlariga bog'liq bo'ladi. Real hayotdan misollar misol bidi. Zuhra opaning yoshi 72da. Uning pensiyasi unchalik katta emas va yolg'iz yashaydi. Har oy elektr energiyasi, gaz, suv va issiqlik uchun to'lovlar uning byudjetining katta qismini egallaydi. Zuhra opa mahalla fuqarolar yig'iniga va ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiladi. Uning daromadi belgilangan kam ta'minlanganlik chegarasidan past ekanligi aniqlanadi. Natijada unga uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya tayinlanadi. Bu kompensatsiya har oyda uning kommunal to'lovlarining o'tib bo'linidan 2 gacha bo'lgan qismini qoplashi mumkin. Aytaylik, uning kommunal to'lovlari oyiga 1000 so'm bo'lsa, kompensatsiya tufayli u 1000 so'mdan 2000 so'mgacha kamroq to'laydi. Bu esa Zuhra opaning kundalik ehtiyojlariga sarflaydigan pulni ko'paytiradi. Misol 2 olim bobo 77 yoshda. U uzoq yillar zavodda ishlagan va mehnat faxriysi unvoniga ega. Uning pensiyasi o'rtachadan yuqori bo'lsa-da, qonunchilikda mehnat faxriylar uchun uy-joy kommunal xizmatlariga ma'lum foizda imtiyozlar ko'zda tutilgan. Olim bobo bu haqda bilar edi va tegishli idoralarga murojaat qilib, o'ziga tegishli bo'lgan imtiyozni rasmiylashtirdi. Bu imtiyoz uning kommunal to'lovlari xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirdi. Bu kompensatsiyaning asosiy sababi davlatning fuqarolarning asosiy yashash sharoitlarini ta'minlashga yordam berish majburiyatidir. Ayniqsa pensiya yoshidagi kam ta'minlangan va himoyaga muhtoj shaxslarga yordam berish orqali ularning ijtimoiy ahvolini yaxshilash va hayot sifatini oshirishga intiladi. Bu imtiyozlarning effekti oilaviy byudjetga tushadigan yukni kamaytirish va pensionerlarning boshqa ehtiyojlariga ko'proq pul sarflash imkoniyatini yaratishdir. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar. Bu qo'shimcha to'lovlar borasida ham ma'lum bir istisnolar, qaltis nuqtalar va ba'zan noaniq bo'lib ko'rinadigan jihatlar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni tushunishda va muvaffaqiyatli nafaqa olishda yordam beradi. Birinchidan, hujjatlar masalasi. Yuqorida aytib o'tilgan har bir to'lovni olish uchun ma'lum bir hujjatlar paketi talab qilinadi. Ko'pincha pensionerlar kerakli hujjatlarni to'liq to'play olmasliklari yoki ularni noto'g'ri rasmiylashtirishlari sababli rad javobini olishadi. Masalan, qaramog'idagi shaxs uchun nafaqa olishda. Qaramog'idagi shaxsning daromadsizligi haqidagi ma'lumotnoma yoki uning nogironligi to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnoma muhimdir. Yakka yolg'iz pensionerlarga parvarishlash nafaqasi uchun esa tibbiy xulosa, VRK xulosasi va pensionerning yolg'izligi haqida mahalla ma'lumotnomasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya olishda esa oilaning umumiy daromadi haqidagi ma'lumotlar va uy-joy egaligi to'g'risidagi hujjatlar muhim rol o'ynaydi. Eng katta xatolardan biri bu ma'lumotnomalarning muddati o'tganligi yoki ularning noto'g'ri shaklda berilganligidir. Ikkinchidan, murojaat qilish muddati. Ba'zi nafaqalar retroaktiv tarzda, ya'ni orqaga qarab to'lanishi mumkin, ammo bu har doim ham shunday bo'lavermaydi. Agar siz nafaqa olish huquqiga ega bo'lgan bo'lsangiz, lekin uni rasmiylashtirishga kech murojaat qilsangiz, ba'zi hollarda o'tgan davr uchun to'lovlarni olish imkoniyatini yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun imkoniyatlar haqida bilishingiz bilanoq darhol tegishli idoralarga murojaat qilish juda muhimdir. Ba'zan agar huquqqa oid o'zgarish bo'lsa, faqatgina murojaat qilingan kundan boshlab to'lanadi. Uchinchidan, byurokratik to'siqlar. Afsuski, davlat idoralarida ishlaydigan xodimlar har doim ham pensionerlarga to'liq va aniq ma'lumot beravermaydi. Ba'zan ular o'zlari ham barcha imtiyozlar haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmasliklari mumkin yoki jarayonni murakkablashtirishga urinishlari mumkin. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda ba'zi xodimlar, ayniqsa yuqorida aytib o'tilgan kam ma'lum bo'lgan nafaqalar haqida to'liq ma'lumot bermasligi yoki hatto ularning mavjudligini inkor etishi mumkin. Bu qaltis nuqta shundan iboratki, siz o'z huquqlaringizni bilishingiz va ularni himoya qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Agar sizga rad javobi berilsa, buning sababini yozma ravishda so'rang va agar kerak bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga shikoyat qilishdan qo'rqmang. To'rtinchidan,
qonunchilikdagi o'zgarishlar, pensiya qonunchiligi va ijtimoiy himoya choralari doimiy ravishda o'zgarib turadi. Bugun amalda bo'lgan qoida ertaga o'zgarishi mumkin. Bu esa pensionerlar uchun yangiliklarni doimiy kuzatib borishni qiyinlashtiradi. Shuning uchun muntazam ravishda tegishli rasmiy manbalardan ma'lumot olish yoki ishonch yuridik maslahatchilar bilan bog'lanish juda muhimdir. 5-dan daromadni baholash. Kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya yoki boshqa kam ta'minlanganlik asosida beriladigan nafaqalarda oilaning umumiy daromadini hisoblash murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Ba'zan pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy xizmatlar bo'lim daromadlarini hisoblashda noto'g'ri usullardan foydalanishi yoki barcha daromad manbalarini inobatga olmasligi mumkin. Bu esa nafaqa miqdorining noto'g'ri hisoblanishiga yoki umuman rad etilishiga olib kelishi mumkin. Har bir oila a'zosining daromadi hatto vaqtinchalik hisobga olinishi mumkinligini unutmang. Bu jihatlarni hisobga olish sizga yordam beradi. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Bu qo'shimcha to'lovlarni olish uchun qanday qadamlarni bosishingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. O'z huquqlaringizni o'rganing va ma'lumot to'plang. Birinchi qadam, bu sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan nafaqa turini aniqlash. Agar sizda qaramog'idagi shaxs bo'lsa, birinchi nafaqa haqida ma'lumot izlang. Agar siz yakka yolg'iz bo'lsangiz va parvarishga muhtoj bo'lsangiz, ikkinchi nafaqa. Agar daromadingiz past bo'lsa va kommunal xizmatlar uchun to'lovlar og'irlik qilsa, uchinchi nafaqa haqida bilib o'ylang. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini yoki ijtimoiy ta'minot bo'limining portalini o'rganing. Ko'pincha barcha ma'lumotlar u yerda mavjud bo'ladi, faqat uni topishni bilish kerak. 2. Kerakli hujjatlarni yig'ing. Har bir nafaqa turiga qarab, quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Pasport, sizniki va qaramog'idagi shaxsning, agar mavjud bo'lsa, pensiya guvohnomasi. Qaramog'idagi shaxsning tug'ilganlik guvohnomasi, agar bola bo'lsa yoki nogironlik guvohnomasi. Nikoh guvohnomasi ayrim hollarda. O'lim haqidagi guvohnoma, masalan, turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa va siz yakka yolg'iz deb hisoblansangiz. Tibbiy ma'lumotnomalar va RK xulosasi, ayniqsa parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma. Bu ayniqsa sizning yashash joyingiz, oilaviy ahvolingiz, yakka yolg'izmisiz yoki oila bilan yashaysizmi? Va ba'zan daromadingiz haqida ma'lumot beradi. Bank hisoblaringiz haqida ma'lumot, nafaqa o'tkaziladigan hisob raqami. Uy-joy egaligi yoki ijarasi haqidagi hujjatlar, kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya olishda. Oxirgi 3 oy davomidagi oilaviy daromadlar haqidagi ma'lumotnoma kam ta'minlanganlikni aniqlash uchun hujjatlarning asl nusxalari va ularning ksero nusxalarini tayyorlab qo'ying. Qayerga murojaat qilish kerak? Aksariyat qo'shimcha to'lovlar va nafaqalar uchun asosiy murojaat nuqtasi bu sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. Ular sizga to'liq ma'lumot berishlari va arizangizni qabul qilishlari kerak. Yakka yolg'iz pensionerlarga parvarishlash nafaqasi va kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya masalalarida ASK mahalla fuqarolar yig'ini va ASK aholini ijtimoiy himoya qilish markazlari ham muhim rol o'ynaydi. Ular sizga kerakli ma'lumotnomalarni berishadi va jarayonni boshlashga yordam berishadi. Ba'zi hollarda Astrosh yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Gov orqali ham murojaat qilish mumkin. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, bu eng qulay usullardan biridir. Arizani qanday yozish kerak? Pensiya jamg'armasida yoki aholini ijtimoiy himoya qilish markazlarida ariza namunasi mavjud bo'lishi kerak. Sizga shablonni berishadi va to'ldirishda yordam berishadi. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, qaysi turdagi nafaqa uchun murojaat qilayotganingiz va uning asoslari, masalan, qaramog'idagi shaxsning ma'lumotlari. Tibbiy xulosa raqami va sanasi aniq ko'rsatilishi shart. Arizangizni 2 nusxada tayyorlang va bir nusxasiga qabul qiluvchi xodimning imzosi. Sanasi va tashkilot muhri bilan rasmiy qabul qilinganligi haqidagi belgisini qo'yishni talab qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarda sizning dalilingiz bo'lib xizmat qiladi. 5. Qat'iyatli bo'ling va o'z huquqlaringizni biling. Agar sizga dastlabki rad javob berilsa, sababini so'rang va yozma ravishda berilishini talab qiling. Ko'pincha rad javobi noto'g'ri ma'lumotlar yoki hujjatlardagi kamchiliklar tufayli beriladi. Agar rad javobi sizga asossiz tuyulsa,
pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi boshqarmasiga yoki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonasiga murojaat qiling. Ko'plab hollarda yuqori idoralar masalani tezroq va adolatli hal qiladi. Ishonchli huquqiy maslahatchilardan yordam so'rashdan tortinmang. Ba'zi nodavlat notijorat tashkilotlar yoki yuridik klinikalar pensionerlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatishi mumkin. Bu qadamlar sizga o'z huquqlaringizni to'liq ro'yobga chiqarishda yordam beradi. Unutmang, hech kim sizning haqqingizni sizdan yaxshiroq bilmaydi, uni himoya qilmaydi. Xulosa va yakuniy chaqiruv. Bugun siz 70 yoshdan oshgan pensionerlarga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan 3 ta muhim qo'shimcha to'lov haqida bilib oldingiz. Qaramog'idagi shaxs uchun nafaqa, yakka yolg'iz pensionerlarga va ularga qaraydigan shaxslarga parvarishlash nafaqasi hamda uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya. Bu mablag'lar sizning yoki yaqinlaringizning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligini tushunib yetdingiz, umid qilaman. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa idoralar sizga bu haqda har doim ham to'liq ma'lumot bermasligi mumkinligini unutmang. Shuning uchun faol bo'ling, o'zingizni himoya qiling va o'z huquqlaringizni talab qiling. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ehtimol siz ham shu kabi qo'shimcha to'lovlarni olgansiz yoki olishga urinib ko'rgansiz. Sizning hikoyalaringiz boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.